Assalomu alaykum, hurmatli YouTube qatnashchilari, kanalimiz a'zolari. Avvalambor kanalimizga xush kelibsizlar. Hammalaringni mana shu kirib kelayotgan Eid Qurbon hayit ayyom bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ana bugungi shu erkin mavzudagi mavzuyimizda ana biz Asaka shahriga tashrif buyuryapmiz. Sodiqjonning xonadoniga. Ana keyingi videolarimizda ko'rsatib o'tib ketamiz. Hammalaringga kelayotgan mana shu hayit bayramlarini yaxshi o'tkazib olinglar. Xonadonlarga fayz-u futuh baraka ato etsin. Allohim hamisha tinchlik, osoyishtalik, yurtimizni tinch qilsin. Asalarilarimizga kuch-quvvat bersin. Hammalaringni asallaringni mo'l-ko'l qilsin. Hammalaringga baraka tilayman. Ana shu keyingi videolarimizni kuzatib qolinglar. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube qatnashchilari va kanalimiz a'zolari. Mana bugun Sodiqjonni, Asakali Sodiqjonning xonadonida mana mehmon bo'lib turibmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube qatnashchilari, mana Sodiqjon ham bir necha yillardan baqasi mana asalarichilik bilan shug'ullanadi. Usta asalarichilardan biri. Mana hammalaring gruppalarda ko'rgansizlar, ancha gaplashgansizlar, taniysizlar. Nihoyatda tajribali asalarichilarimizdan. Mana shu ukamizdan bugun shu matga olgani keldik, mana ko'rib qo'yinglar. Karnika mana agiti liniyasidan kelgan, nihoyatda shu yaxshi ona asalarilardan. Mana asallarini ham ko'rib qo'yinglar, mana to'plagan. Arini ishlashini ko'rib qo'ying, mana yaxshi. Bolalari ham bir xil. Mana o'sha matkani qizlaridan yana bitta oilasini ko'ryapmiz mana. Mana to'plagan, pechatlangan asallari mana. Asal olish, mana o'sha raspulotlari bilan keyin asalga ishlash jarayoni. Xitoy mumparda. Pechatlayapti mana o'sha. Mana raspulot ishlashini tekis bir xilda ana asalarini ishlashi mana. Mana hurmatli qatnashchilar chiqishni boshladi. o'rtadan o'sha raspulot chiqishni boshlagan. Hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mana ochiq urug' ekan, chiqib bo'pti. Chekalarda bo'pti. Bo'ldi, yaxshi. Bo'lmasa 3-4 kunda Yaxshi. Asal oladigan bo'lib qolibdi o'sha. Mana gulchan yig'ishi. Mana gulchanlarni ham to'plashi, mana hamma sohasi yaxshi ishlayapti xullas. Matga kim oladigan bo'lsa, mana shu Sodiqjonni tavsiya qilaman. Ancha-muncha odamni ham tavsiya qila olmaymiz biz ham. O'shaning uchun keldik, mana hozir matga olib ketgani, xudo xolasa. Mana xullas mikroda mana Sodiqjon shu F1 shu hozirgi agita matkani qizlarini mana urchitib, chiroyli, sifatli tarzda mana pilotni matka qilib yetishtiryapti. Kimga kerak bo'lsa mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nihoyatda yaxshi. Yaxshimi shu? Qo'yishlari ham yaxshi. Mana bizga bergan matkalari mana sifatli. O'zimiz tuxumlarini ko'rdik. Xullas, bu endi tajribali asalarichilarimizdan. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilyapmiz. Mana keyingi nimalari, mikronukleoslari. Mana raspulotlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana ona asalari. Boshladingizmi? Mana bizga berilib turgan matka mana o'rtoqlar. Ko'rib qo'yinglarchi mana. Mana matkani ushlash, solish jarayonidan bir ko'rib qo'yinglar. Matka o'tdi mana. Mana matka. Mana Sodiqjonda ko'p tarmoqli nimalar bor, mana qopqon, mana qo'q arilar, boshqa begona arilar uchun mana qopqon. Mana tagida
bemani ichay-pichay bir narsa, suvay bir narsalar tashlab qo'yasizlar. Bemalol kelaveradi. Qora pashi, Pashsha, sariq pashshalar ham sariq qari. qova qari. Aha. Mana qopqon. Kimga kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab zakaz beraverasizlar. Mana qopqonlarimiz o'sha zakatobkalari mana tayyor holatda. Mana zakazga tayyor bo'lib turibdi. Undan tashqari mana Mineninga ham mana Minening qafasiga ham mana Sodiqjon o'sha boshlashibdi mana. Undan ham zakaz bersalaring bo'laveradi. Ha, Sodiqjon. Ha, Xamara bor edi, xamara. Mana undan tashqari izolyator xamara. Buni nima uchun sizlarga ko'rsatyapman? Bu xamara nihoyatda bir ona asalarini solish uchun sifatli bo'lgan izolyatorlardan hisoblanadi. Buni hozir mana asal sezoni yaqinlashyapti. Asal sezonida o'sha matkani izolyatsiyaga olib qo'yadigan bo'lsangiz, nihoyatda yaxshi asal to'plab olasiz. Asal to'plashingizga ham ancha yordam beradi. Hozirgi bu Ona qishga ham dam oladi, ham qishga mana noyabrda o'sha matka mana ko'ryapsizlar, qishda to'xtamasdan tuxum qo'yishni davom etyapti. Mana shu jarayonda noyabrda oxirlarida izolyatsiyaga olib qo'ysangiz, matkani qishi bilan bemalol o'sha izolyatorda o'tiradi, o'zingiz ham uyda bemalol xotir o'tirasiz. siz xohlagan vaqtda tuxum qo'yadi. Xohlagan paytingizda onani qo'yib yuborasiz. Ana hurmatli ishtirokchilar, mana videolarda o'zlaring ko'rdilaring, biz shu Asakali Sodiqjon xonadonida bo'ldik. Mana o'sha yerda qisqacha endi bu sizlarga reklama emas, lekin o'zlaring ko'rdilaring, mana qafaslarda izolyator xamara nihoyatda sifatli va o'sha mana joyda ko'ringan mana qopqonlarning mana o'sha begona asalariga xalaqit qilayotgan qog'ari va boshqa arilarni xalaqit qilayotgan qopqonlarda ushlaydigan shunaqa narsalarni yasaydigan bir usta asalarichilardan biri. Agar shunaqangi izolyatorlar va qopqonlar kerak bo'lsa, ana shu Sodiqjonga murojaat qilishlaring mumkin. Mana ekranga nomerini qo'yib o'tib ketamiz. Hammalaringga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Hayit bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Sog' salomat, tinch bo'linglar.